EcoSchool O'zbekiston loyihasi doirasida Ekologik ta'lim fondi tomonidan e'lon qilingan oliy mukofot Yashil bayroqni qo'lga kiritishga tayyorgarlik ko'rayotgan Buxoro shahridagi 29-maktab 7-qadam dasturi asosida o'quvchilarni tabiatga bo'lgan qiziqishini uyg'otib, ularni vatanparvarlik ruhida tayyorlamoqda. Hozirgi lavha shu haqda. Buxoro shahridagi 29-ixtisoslashtirilgan maktab bir necha yillardan buyon o'zining ta'lim sifati va o'quvchilarning erishayotgan yutuqlari misolida e'tirof etib kelinayotgan ta'lim maskanlaridan biri. Bu yilgi ta'lim jarayoni ham maktab ma'muriyati uchun katta bir loyihaning qo'lga kiritilishiga tayyorgarlik bilan boshlandi. Ya'ni EcoSchool loyihasida ishtirok etgan holda yashil bayroqqa sazovor bo'lish harakati o'quvchilar jamoasi bilan birgalikda boshlandi. Bunda eng asosiysi tabiatga bo'lgan yoshlarni qiziqishini oshirish, atrof muhitga e'tiborni kuchaytirish, chiqindilarni saralash va ularni turli joylarga tashlab ketmaslik, daraxtlar sonini ko'paytirish, elektr energiyasini tejash kabi bir qator omillar o'quvchilar tomonidan targ'ib etilmoqda. Endi mana shu loyiha davrida o'quvchilarimiz nimalarga e'tibor berdi? Maktabda muhitni toza obodonlashtirish va tevarak atrofdagi bo'lgan axlat, chiqindilarni yig'ishga va ularni tashlamaslikka, elektr energiyani tejashga, suvdan oqilona foydalanishga, loyihalarni eng o'quvchilar uchun zarur joyi ham mana shunda. Biz chunki o'quvchilarni maktabda shakllantiramiz, ularni hayotga tayyor qilib boramiz. Hozirgi zamon talabi shu. Mana bilasiz, 2025-yil yashil makon loyihasida juda ko'p Buxoroda loyihalar amalga oshirildi, juda ko'p daraxtlar ekildi. Endi bolalarimiz ham mana shu daraxtni, tevarak atrofni tozaligini, suvni tejamkorlik va elektr energiyani tejamkorlikka e'tibor berishi, demak, bu bizning yutug'imiz bo'ladi. Bugungi kunga qadar Buxoro viloyatidan 25-maktab hamda prezident maktablari yashil bayroq sovrinini qo'lga kiritgan edi. Bu yilgi tashabbuslarda 29-maktab jamoasi ham ilg'orlikda tabiatni asrash va toza hudud yaratish shioriga amal qilgan holda faoliyatlarini olib bormoqdalar. E'tirof etish kerak, 2025-yil atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yilida bu kabi tashabbuslar keng ko'lamda olib borilmoqda va bunda ta'lim muassasalari tashabbuskor yoshlar o'zining faolligini ko'rsatyapti. Afshona Abu Ali bin Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumida tuman umumta'lim maktablarining bitiruvchi o'quvchilari uchun ochiq eshiklar